City kecha Husanov umuman zaявkada yo'q edi, qaydnomada yo'q edi. Unga dam berilgani bu aytildi. Bu endi aniq. Ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda mana u 21 ga tushirib yuboriladi. Endi dabdala bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yo'q do'stlar. Dunyoda bu oddiy hol bir futbolchining qaysidir o'yinda dam olishi. Husanov shunaqa planka qo'yib qo'ydiki, ko'pchilikka shunaqa planka qo'ydiki, bu asosiy tarkibga tushmasa u haqda negativ gaplar gapiriladigan bo'ldi. Ya'ni yosh futbolchi o'zi yaqindagina Manchester Cityga o'tib turib, o'zi City planka edi. Aslini olganda Manchester City ham Manchester United jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Garnacho janobi oliylariga shu Abduqodir Husanov qo'yilishi uchun dam bergan bo'lishi mumkin. Chunki do'stlar, Manchester Cityning bu turdagi raqibi Leicester City edi. Leicester hozir futbol o'ynamayapti. Angliya Premyer Ligasidagi eng yomon rasvo ideyasi yo'q, g'oyasi yo'q. Nima qilishini bilmayotgan, faqat Vardini bir mo'jizaviy harakatlarga tayanib qolgan. Leicester City bilan o'yinda istalgan futbolchini maydonga tushirsa bo'ladi va muhim futbolchilarini orda qolib dam olishini ta'minlash imkoniyati ham bor edi. Bu masalada Husanovga dam berganligi uchun Pep Guardiolani to'g'ri tushunamiz, to'g'ri qabul qilamiz, oqlaymiz va omad deymiz. Manchester City bu uchrashuvda ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Birinchi bo'limda hal qilib ulgurgan edi. Grealish hamda Marmush tomonidan kiritilgan gollar. Ikkinchi bo'limda unaqa muhim bo'lmadi. Oxiridagi almashtirishlarga ham qarang. Bob tushdi, Savinyoning o'rniga Maketi, Dokuning o'rniga Luis Dokular o'ynadi-da, baribir rotatsiya bo'ldi bu uchrashuvda. Rotatsiyada agar Abduqodir Husanov o'ynamayotgan bo'lsa, bilingki u asosiy futbolchi.